Hammaga assalomu alaykum. Darslarimiz davom etadi. 2-sinf matematika darsiga 3-qism, 1-dars, ya'ni bizda 73-dars. Darsimiz mavzusi to'g'ri chiziq, nur va kesma mavzusi. Agar ushbu darsni to'liq ko'rmoqchi bo'lsangiz, onlayn matematika kanalimizdagi darsni ko'rishingiz mumkin. Biz bu kanalimizda uy vazifalarini qanday qilib oson, mustaqil va qiynalmasdan bajarishni o'rgatamiz. Xo'p, mashq sharti quyidagicha ekan. 3 xonali sonlarni o'sib borish tartibida joylashtiring va rasmning xomaki nusxasi yana qanday atalishini bilib oling deyilgan. Xo'p, birinchi eslatib o'tadigan joyimiz bor ekan. O'sib borish tartibida deyilgan joyi bor. O'sib borish tartibi qanaqa edi? Masalan, bizga quyidagi sonlar berilganmiz. 3, 2, misol uchun 5, 4, 1 bo'lsa, mana shu sonlarni o'sib borish tartibida joylashtiring desa nima qilamiz? Demak, bularni o'sib borish tartibida joylashtirish uchun eng kichigini tanlab olaman birinchi. 1 mi? 1 ni yozaman. Keyin undan kattasi 2, uni yozaman. Undan kattasi 3, uni yozaman. Keyingisi 4 va oxirida eng kattasini yozaman. Mana shu holatda yozganimni o'sib borish tartibida joylashtirish deb ataladi. Demak, siz tushunib oldingiz, endi mashqni ishlashni boshlayman. Xo'p, bizga harflar berilgan. Mana shu harflarni qanday son paydo bo'lishini topishimiz kerak. Buning uchun esa biz mashqni bajarishimiz kerak bo'ladi. Birinchi mashqimiz 650 ayru 370 ayru 250. Eng avvalo men qavs ichidagi ifodani bajarib olaman. Ya'ni 650 dan ayiraman 370 ni. Xo'p, ayirib olsak nima hosil bo'ladi bizda? E'tibor bering. 0 dan 0 ayirsak 0, 15 dan 7 ketsa 8. Xo'p, mana bu yerda 5 qo'ygan. 5 dan 3 ketsa 280. Demak, A harfim davom bor. Endi 280 dan ayiraman 250 ni. 30. Xo'p, 30 ni mana bu joyga yozaman. Va mana shu joyda meni xayolimga bir narsa keldi. Xo'p, mashqimizning shartida 3 xonali sonlarni o'sib borish tartibida joylashtiring degan. 30 esa 2 xonali. Demak, A harfi ushbu so'zimizda mavjud emas. Demak, buni o'chiraman. Va keyingi misolni ko'ramiz. Endi I harfiga o'tamiz. I harfida nima deyilgan? Xo'p, 900 dan dastlab 300 ni ayirib olaman. 900 ayrilgan 300. Xo'p, 0 dan 0 ni ayirsak 0, 0 dan 0 ni ayirsak yana 0, 9 dan 3 ni ayirsak 6. Demak, javob 600. Endigi ishda 600 ga qo'shamiz 200 ni. Natijada 0, 0, 6 ga 2 ni qo'shsam 8, 800. Demak, I harfimga mos bo'lgan son 800 soni ekan. Xo'p, demak, buni ham o'chiraman, chunki menga ko'proq joy kerak sizga tushuntirishim uchun. Va endi E harfiga o'taman. Xo'p, E harfiga mos bo'lgan sonni qidiraman. Birinchi qiladigan ishimiz nima? Birinchi qiladigan ishimiz har doim qavs ichini bajarib olish bo'ladi. Qavs ichida 620 qo'shilgan 150 berilgan. Qo'shaman 150 ni. 0 ga 0 ni qo'shsak 0, 2 ga 5 ni qo'shsak 7, 6 ga 1 ni qo'shsak 7. Demak, bizda 770. Xo'p, endi 770 dan ayirishim kerak 480 ni. 0 dan 0 ni ayirsak 0. Xo'p, mana shu joyda 7 dan 8 ni ayira olmayman. Shu sababdan mana bu oldidagi 7 dan bir qaz olib turaman. Va bir qaz olsam menda 17 hosil bo'ldi. 17 dan 8 ni ayirsam 9 hosil bo'ladi. Xo'p, endi bir qaz olgandim-ki, bu yerda 6 qoldi. 6 dan 4 ketsa 2. Demak, E harfimiz 290. Xo'p, keyingi harfimiz S harfi. S harfi uchun birinchi qiladigan ishim nima? Birinchi amal bu mana bu qavs ichini bajarib olishim kerak. Demak, keling dastlab qavs ichini bajarib olaylik. 150 qo'shilgan 350. Qo'shuv 350. Xo'p, 0 ga 0 ni qo'shsak 0, 5 ga 5 qo'shsam 10 bo'ladi. 10 ni 0 ni yozaman, 1 ni eslab qolaman. 1 ga 3 ni qo'shsam 4, lekin boya 1 ni eslab qoldik-ku, shu bilan birga 5 bo'ladi. Demak, mana bu 500. S harfimizga 500 to'g'ri kelyapti. Hop, 500 ni yoza olmas ekanmiz hozir aytgancha. Chunki yana bitta amal qolib ketdi bizda. Hop, u amal 500 dan ayirib qo'yishim kerak 140 ni. 0 dan 0 ayirsam 0. Hop, mana bu joyda 0 ayiruv 4 bo'lib qoldi. Ayira olmaganim uchun 5 dan 1 qaz olib turaman, 10 bo'ladi. 10 dan 4 ni ayirsak 6. 4 qolgan, 4 dan 1 ketsa 3. Demak, S harfim 360. Endigi navbat Z harfiga mos bo'lgan sonni topishga keldi.
Keyin z harfiga mos bo'lgan sonni topishdan oldin mana bu qismini o'chirib olaman. Demak, z harfi bizda. Hop, z harfimiz quyidagicha misoldan iborat. Hop, birinchi mana bu qavs ichini ishlab olishimiz shart. 900 dan 840 ni ayirishim kerak. Demak, 900 ayrilgan 840. Hop, ayiradigan bo'lsam 0 dan 0 ayirsam 0. Hop, mana bu joyda 0 dan 4 ni ayirishim kerak. Lekin men 0 dan 4 ni ayira olmayman. Shu sababdan mana bu 9 dan 1 qazo olib turaman. 9 dan 1 qazo olsam 10 bo'ladi. 10 dan 4 ni ayirsam 6. 8 dan 8 ayirsak 0, buni yozib o'tirilmaydi. Ikkinchisida mana shu 850 ga 60 ni qo'shishim kerak. 0 ga 0 ni qo'shsam 0, 5 ga 6 ni qo'shsam 11, 1 yodda bo'ladi. 8 ga mana 1 yoddagini qo'shsam 9. Demak, z harfim 910. Keyingi harfimiz k harfiga mos bo'lgan sonni qidiramiz. Hop, e'tibor bering, k harfiga mos bo'lgan sonni qidirishda ham eng avvalo birinchi mana bu qavs ichini ishlab olishimiz shart bo'ladi. Qavs ichini ishlayman. Ya'ni 140 ga qo'shaman 250 ni. 0 ga 0 ni qo'shsak 0, 4 ga 5 qo'shsak 9, 2 ga 1 qo'shsak 3, 390. Endi 900 dan ayiramiz 390 ni. 0 dan 0 ni ayirsak 0. Hop, mana bu yerda 0 dan 9 ga ayirishim kerak. Ayira olmayman. 9 dan 1 qazo olib turaman, 10 bo'ladi. 10 dan 9 ayirsam 1, 8 qolgan. 8 dan 3 kelsa 5. Demak, 510. Va biz ushbu joyda e'tibor bersak, barcha hop sonlarni topib oldik. Endigi qiladigan ishimiz nima? Endigi qiladigan ishimiz mana shularni o'sish tartibida joylashtirib chiqish. Hop, o'sish tartibida joylashtirib chiqishda eng avvalo eng kichik sonni qidiraman. Hop, mana bu joyda 290, demak 290 ni yozaman. 290. Hop, keyingi undan kattaroq qaysi? Hop, buni o'chirib turaman. Hop, 360. 360 ni yozib olaman. Hop, bu ham ketdi. Undan kattasi qaysi endi? 510. Buni ham yozib olaman. Keyingi esa 800. Buni yozib olaman va eng kattasi 910. Mana eng kichigidan boshlab eng kattasigacha yozib oldim. Endiga qiladigan ishim nima? Endi mana shu sonlarga mos bo'lgan harflarni qo'yib chiqish. E harfi 290 uchun, 360 uchun S harfi, 510 uchun K harfi, 800 uchun I harfi va 910 uchun Z harfi. Demak, rasmning xomaki nusxasi eskiz deb atalar ekan. Eskiz. Demak, biz yangi bilimga va yangi so'zni o'zlashtirib oldik. Endi esa navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Navbatdagi mashqimiz 9-mashq. Hop, 9-mashqimizda nima deyapti? Aytayaptiki, bir suratni chizish uchun 28 quti, ikkinchi surat uchun esa 12 quti ko'p bo'yoq kerak bo'ladi. Ikkinchi surat uchun necha quti bo'yoq kerak bo'ladi degan mashqimiz shartda. Hop, buni qanday tushunamiz? Ikkinchi suratga, mana bu birinchi suratga ketgan qutidagidan 12 quti ko'proq bo'yoq kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi suratga necha quti ketganda? 28 quti. Hop, ikkinchi suratga qancha ketdi? Mana shu 28 qutidan 12 quti ko'p. Buni aniqlash uchun nima qilaman? Demak, buni aniqlash uchun, ya'ni 12 quti ko'p deylik. Buni aniqlab olish uchun oson usuli nima? 28 birinchi suratga ketgan bo'yoqlar qutisi, ikkinchi suratga 12 quti ko'p shundan. 28 ga 12 ni qo'shib olaman. Demak, 28 qo'shilgan 12. 8 ga 2 ni qo'shaman. 10 0 1 yodda. 2 ga 1 qo'shsam 3, 1 yoddagina 4. Demak, 40. Hop, ikkinchi surat uchun 40 quti bo'yoq kerak bo'ladi. Javobni yozib qo'yaman. Ikkinchi surat uchun 40 quti bo'yoq kerak bo'ladi. Va biz ushbu mashqni yakunladik. Qadrli do'stlar, demak biz navbatdagi darsimizda yana bir yangi mavzuni, uy vazifalarini qanday qilib oson va tez bajarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun siz esa kanalimizga obuna bo'ling.